Bir erkakda jinsiy olatni to'g'ri holatga keltirish uchun 3 marta operatsiya qilamiz. Bemorda yoshligida gipospadiya kasalligi bo'lgan, ya'ni siydik kanali olat uchida emas, bu qorin qismida bo'lgan. Va natijada bemorda shu 27 yoshga kirguncha bu hech qanday operatsiya qilinmagan, chora ko'rilmagan, jinsiy olat turganda ham shunaqa holatda bo'lgan. Tasavvur qilyapsiz-ku, xuddi shu holatda bo'lgan. Va bu sabab haligacha uylanmagan. Bemor qabulga kelganda bemorda operatsiya amalga oshirildi va jinsiy olat to'g'rilandi. Bu faqatgina birinchi etap. Ikkinchi etapda bo'lsa, to'g'rilangan jinsiy olatni CD chiqaruv kanalini qorin qismiga olib kelinadi. Uchinchi etapda bo'lsa, bu uchiga olib kelinadi. Va shundan keyingina bemor uylanishi mumkin bo'ladi va shundan keyingina farzand ko'rishi mumkin bo'ladi. Ushbu videoni o'g'il farzandi bor ota-onalar albatta e'tibor bilan ko'ring. Sababi kelajakda sizni o'g'lingiz nafaqat farzand ko'ra olmay qolishi, balki uylana olmasdan